Amir Avtosavdoda arzonga Nexia 3 mashinamiz ko'rishingiz mumkin. 2017-yil sariq salonda avtomat bo'lgan Nexia 3 ga mexanika korobka bosib qo'yishgan ekan. Mexanika qilib 213 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Krasik holati oldida 3 ta detallar bor ekan. Kapot, krilo. 4 ta blonlari yangi holatda turibdi. Krasik holati mana shu yerda ham petnosi bor ekan. O'zingiz uchun bir qo'tor ko'rsatib tekshirib olasizlar. Salonlari chiroyli holatda turibdi, o'zini zavodskiy holatda. Ko'ringlar so'lingan, mashinaga metan gazda pokoleniya uстановка qilingan, pultlargacha uстановка qilingan. Mashina holati yomon emas. Kuzovida qirilgan, shilingan joyi yo'q, chiroyli holatda turibdi. 50 nomerda sizlar xohlagan hujjat qilib berishadi. Texnik yurish qismida umuman aybi yo'q ekan. Motor korobka, hadoylari zo'r. 2017 mexanika korobka 213 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Narxini tortishib sizlar bilan maza qilib bilishinglar uchun $6250 ga tushirib qo'ydik. Egar nomerni qoldiramiz.